Madinaga kelganda kirishinglar mumkin bo'lgan 3 ta joy. Bu meni shaxsiy tavsiyam. Birinchi joyimiz bu muzey. Payg'ambarimiz alayhissalomni hayotlari haqida muzey qilishgan, ekranlarda va ichkarida maketi bor. Afsuski, bu maketni syomka qilishga ruxsat berishmaydi. Bu binoga kirish uchun 307-darvozani oldiga kelganinglarda, mana bu katta banner kutib oladi sizlarni. Chap qo'lga kirganinglarda, shunda o'sha muzeyga kirishinglar mumkin. Kirish 40 real. Kirish bo'lib qolibdi. Ikkinchi joyimiz bu 18-darvozani oldida joylashgan. Bu yerda Qur'on kitobini sizlarga tekinga berishadi. Faqat bitta sharti bor. Bu kitoblarni yoki o'quv maskanlariga yoki masjidlarga qo'yishinglar kerak bo'ladi. Va bu yerda faqat umra vizasi borligi berilar ekan. Odamlar kirib chiqib, o'chirtlarda turishibdi olish uchun. Sizlar ham kelib bemalol olishinglar mumkin. Uchinchi joyimizga aniq kelishinglar kerak. Sababi bu yerda VR ochki orqali sizlar aynan payg'ambarimiz alayhissalom davrlaridagi holatlarni ko'rishinglar mumkin. Aynan o'sha paytdagi Madinani ko'rishinglar mumkin va bu shundoqqina Pulman Zamzam mehmonxonasini resepsiyonida kirishinglar bilan chap qo'lda joylashgan.